Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yadımda bar ediniz, mana bugün huzurumga hoş geldiniz. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamra bu ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Şuna siz ve bizden eriştiğimiz haqiqiy saflık hem a'lo suhbat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Tilda doston qadam yetgan hamma yerda bizlar yor nega borsak bu sarkarda. Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan Hoş geldiniz programımızdan bugün sonu orqali sizlar bilan suhbatlashganligimizda intayin xursandmiz. Suhbatimizga daxil bo'g'aysizlar. Bugungi sonimizda yana bizning aziz mehmonlarimizdan hammamizga tunishliq ijodiyatchi, naqshchi, usta muzikantimiz Asqar Muxtar va suyimlik naqshchimiz Sami Erkin. Suhbatimizni davomlashtiramiz aziz mehmonlarimiz. Asqar Muxtar deganda aldı bilen belki men arqılıq sizlerle tanıştık boğan vatanim sen candan aziz, aman bosun, 50 yaşım, kelmigeç, okuğun qatarlıq nurgun bizge ko'nglimizga arzigan ijodi ahanglar bilan ko'nglimizga ta'sir ko'rsatgan inimiz ijodiyatchining mush asarlari balkim sizlarga notunish bo'lmasligi mumkin. Undan boshqa nurgun yerlik ahanglar uslubida ishlangan ijodiy ahangları ve xalq naqshlari bilan nurg'un deganim hamda bu son haqiqatan oz emas. Undan boshqa o'zini usta yetilgan o'z yoshiga nisbatan o'zining orasidagi tangdoshlari orasida tunilgan bir muzikant sifati bilanmi bizning qalbimizda nihoyat yaxshi bir sifat egisi. Biz orqali Asqar bilan bevosita ko'rish fursatiga yoki Muğduş pırstigi bulama damaşmalarımız devamlı Asqarning balalık hayatının qanday o'tganligi to'g'risida, bunun nerede tug'ilib, nerede cho'g'ilganligi, muzika qanday ishtiyoq bog'lab qolganligi va muzikani qanchalik darajada ijtihod qilib o'rganganligi to'g'risida uchurlarga ega bo'lg'isi keldi ekan. Shu balalık hayatning to'g'risida so'zlashib bo'lamdi. Men Xotan viloyati Qarqash noyisi Qarsay yezisida tug'ilgan. Ben tug'ilgan vaqtimda şu aqlim kelsam, şu uyga bir jup saz esiqliq ekan. Duta, tambur. Dadamni chaldicha şu dadamning dadasini chaldi ekan to'q. Undan keyin men shulardan aytatib dadam mashrabga, uyaga, shunda yerga olib chag'anni ko'rsatib, men bilan mashqlantirib shunda o'tgan. Bala vaqtdan tatiblar dadam shunda saz muzikalar bo'lgan so'rlarga birga elib bordi ekan. Ha, birga olib bordi. Keyin chaldi, men qo'lim yetmagandan duta uzun bo'lgandan keyin kichik vaqtim bo'ldi. Maktabga bormagan vaqt. Dutani karvatga tengib berdi. Tengib berdi. Qo'limdan tushib ketmagandan keyin mushlab shunda. Shu vaqtdan boshlab sizim yetilgan. Ondan keyin dadam kichik dutarni birini akab. Maxsus yastık. Ha, yastık akab berdi. Başlangıçqa berib qo'yguchi shu dutarni chaldim. Ondan keyin başlangıçqa berib shu başlangıçdan faoliyat bu vallahi bayram bo'lsa, haliqi tunji o'rgangan naqsham bilim ishqilari bir naqshat shuni dutarni anglagan dutar chaq. Shuni aytdim. Jahonrano. Shu naqshni aytsam maktabda bek yaxshi mukofotlaydim. Unda hamma maktab musobaqa tushdi vaqti san'at bor edi. Shu bizning maktab bilan birinchi bo'ldi. Sening sababing nima? Shu chaqda necha yosh vaqtda? 7 yosh vaqtimdan boshlab shu desak
Şu başlangıç bitirip boğuca temburnumu ügendim. Temburnu o vaqtda zahmekti çalıptı dadam. Keyin uni zahmekti çalsam bo'lmaydigan to'xta deb, naql yasab bergan. Naql o'tir maktabga kirib boğuca ajam, Chimbuloq shunday klassik muzikalarni ügünüp temburni hali yomon emas chalgan bo'lgandi. Demek Chimbuloq ajam degan so'ng ahog'ini boshlang'ichni bittagich bo'lganlikda yodlab ma'lum. Shu vaqtda sizning yigit ishqi degan deyingiz chiqqan vaqt lo'yinda. Sen boshlang'ichni bitirish arifsan. Shu deyni anlaytdım. Lo'yinni qiynab og'izib o'ydik degan. Lo'ynab bermagan deb. Qiynab degan sababi nima? O vaqtda endi o turmush nimasi sal tuvan vaqtlar emasmi hamda iqtisodimiz tuvan. Uyda qiyinchiliklar bor vaqtlar bo'lganlikdan shunda qiynagan hamda. Bir Luigi deylan, bir Luigi'ni plandan sırt chiqim qilg'izishga biroz aldirab qolgan gapda uydagilar. Shuning bilan uydagilar nima qilmayman, men uchada bunda bir ish bo'tdi. Yana qaqatgan vaqtlarda u. Yana qiqib pisang deymiz hamda shularga ustida qolgan qiqilmay tushib ketmaganlarda biz ustiga chiqib qiqib tushkul unmaydiganlar. Ashulani tushkizib yig'ib uni u yong'oqning bahsi uchadi xil qimmatdi. Ashuni yig'ib 500 dan yong'oq qildim men. Demak bir daraxtdan haqlar o'zi qiqilib qaqamay qolganlarni pisang desa qishtimi demaydi o'chadicha. Shuni qiqib chiptiga qajilab sanab 500 yong'oq bo'ldi. Endi bu yong'oqni setib lo'yindan birini olamiz deb chiqib, lo'yindan birini olgan Qarqashdan bozorga chiqib bu vaqtda. Sharp line lo'yindan birini ilib, shonka. Onun lekin shu bozorga vosilikinde 4-5 koy pul urtdi. Kuchaygan deylar lo'yin dey alamas sadatqa vaqtli. Ko'chirib taqib. Shu deylini anglab, qulog'im qasi uzanlansa shuni ben oldim men. Yanda pul bo'lgandek endi. Yine bitti. Shu deylini elib sizin shu yigit ishqi pervanan bulay degan naqshlarni anlaytdim. Uyda anlaytdim. Maktabga men qo'chib qo'lim yanjuqimda. İştanın bir yanjuqi tushk chiqib men qo'limni tamburnicha. Mushundalam shu ishtiyoq bilan uni ustiga men ko'proq shu çoğunluğun çağan müziklerini anlagan, radyo arkalık anlagan, sizin naqşlarınızdan anlagan, şu yigit işqi degan deyni Nurikam çağan müziklerini anlagan bo'lgandikin. Temburda bütün ay çağan müziklerini hemmini kallamga singib ketdi. Yodlab mangapti menga. Onu dinkin şu o'tir maktab mezgildagi ishlar shu yerda shu faoliyatlarda yaxshi bayram bo'lsa u yerda chalib ma'lumni menga amroq qilib, men u ma'lumniga amroq qilib degandek shunda ba'zi dars kiyimim shu sirtli bir yerda o'tirib isim yo'q chalib, ayda muzika chalib ketib, bir soat dars kiymagan, shunda bir ishtiyoq bilan o'rgangan. Unutilib qolsa ham muzika chalsan o chog'da. Shuni bilan imtihon bir vaqt keldi. İmtihan bir vaqt kelganda qanday ular bu ishni deb imtihon beribdim. Ikki fandan o'tamadim. Bu oliy maktabga. O'tamagandikin endi nima ish qilish kerak? Uyga chiqib dadam bilan dehqonchilik qildim. Undan boshqa yo'l yo'q. Boshqa yo'l yo'q dedim. Chiqdim shu 9-oy vaqt. İmtihon berib bo'lgan vaqt. Deb dadam bilan taz etiziqda qo'noq suqqa o'tirgan. Qo'noqni sug'urib tursam, shu muallimning bir motosi vardı. Shu tunib oldim, shu ovozi naraqdan kelgan. Stator moto deymiz, daling moto, aq bir moto. Uning ovozi yoda deydi. Chiqqan. Shu moto ovozi keldi, shu daraxtlikdan bir yerdan haydab keldi uni. Madam chiqqan chig'i deb men qo'limda. So'ng dadamni chaqirdi. Şu vilayetlik spende imtihan aldıkken, şu milli müzik çatkan, 10 milli müzik bana aldıkken. İmtihansız qabul qilgan dedi. Şunu bir qatnashib baqqan bo'lsa dedi. An qo'ch etib ketman. Gapini anlatib qo'yatmadi. Ketmanda o'zining ishi bilan dadam qanday bo'lakimini ma'lum. Bu o'tamabdi imtihondan. Yoki basin o'tamiz qanday qilamiz deb. Shunda degan gap bo'lgandikin.
bir bakson dedi. Ma'qul deb. Şu badık bizning şu o'qigan to'liqsiz saboqlashtirimdan 4-5 bile badi. Bütün viloyat bo'yicha 300 bola yig'ilibdi ekan. Mening apagan sazlarimning sufatiga qalasam endi ayaga berib balaning sizig'a. Mening deganlik shu to'pa qora endi to'tal tam bu endi. Endi ovoz yaxshi. Başqa balaning sazlariga qalasam shuncha Yasida. Ajoyib. Unda değişiklik kuraptım bula onu men televizorda. Unda sazını ameliyatı kurap bakmagan. Anım ayıstın kokap gitip dadam gitile dadamga. Men ötemeyim. Bu bal alamet çağıday bu saz yemen noçikken dep şunda ayıstın kokap gittim. Bir daraxtın tüyü vasam bisi bime çağıtı, mi vasam bisi bime çağıtı, bis taşvay çağıtı, birisi ecem çağıtı, alamet çağıtım bu balla. Ama men bilgendikken bu ballamapdan çağıtken bulanma odayım da tuttum. Tutsam Ceberşi'de işte nima şu amallık kovduğu Ölen dadam paranlaşıp oturttu. Dadam tutacağı oturup da şu. Ciberşin. Çağı oturup diken o yaman çağıtke yaman adam dep ağlam oturttu. Kaşkı verip olsam balamı çağıdı dedi. Çaptı kotanın bir yürüyüş nakşılığı çappadık. Çappazak bu adam şunda hoşlanıp gitti. Adam yığılıp gitti. Bu şu balı ötküdek dedi. Anlığalla şunda bu haber dedi. Öptüm ben. Aytan ay dep kap. İmtihan belki de çıktım. İmtihan bir malımla neme çalarsınız dedi. Tembur olan tutağına geldim. Şunu çalarayım ben dedim. Akilama neme çalsa dedi. Ecem çapayım ben dedim. Çalalamsız dedi. Çapa kaykana. Ecem'de çaldım. Çap tügütüp anladım. Onun dikin yine bir müzik çalar dedi. Çımbılak mı çaldım. Çap kusam tutağını çalayım dedi. Dutağı da şu. Ben yalnız çaldım. Yalnız. Dutağını elip siz etkan kız alma diyen nakşını ettim. Kız almanı etsem onu tügütüp anlar. Yine kandan nakşı etti ise. Cık nakşı bilettim ben. Yine birini ettim. Ömer Caran'dakini ettim. O maksanlımda bir nakşı vardı ya. Şunu ettim. Etsem. Yaxşı. Mekelerimde de kol çağıqlı bir udar muştap. Anısını nakşı vardı. Onu mu doğru dep verdim. Bana şikayetlerini depti o. Ütmekti mi? Bitemekti mi deptim. Şunu da bir isiyatlı çıkarttım. Çıkarttım. Dadam aldı da kanda verdim imtihanını dedi. İş kılıp verdim. Şikayet dedi yine. Abdan çaldım dedi sen. Külüp. Hemen saklap bakılı dep. Kargayla suyda oturduk. Oturuptuk. Düştüğün netice ilan kıldı. Bağım kemedi, çatlap koydu banga. Senin ismin çıkmaydı da Ben de o yere çıkıp bağmay oltursam berip de dam kim to Askar Muhtar dedi birinci ulaptı. Kim to dam kopap adamla git Askar Muhtar mı kenarda se. Ha afşuken. Minun balam ki ya dep ay. Şunda yani yukarıda oturuptu. Keyli asla bitemegen bolsam da dadam böyle bir tıllık geldim ya. Üzün toxtanmayın. Sen ütepsi dep geldi şunu ondan neçinci olaptı desem birinci olaptı dedim. Şu 10 balı tallanıp şu 2000 yılı vilayet Spenge resim müzik kesbi okudum aşağı. O kesme ismi resim müzik kesme. O mektepte resimdimi yaxşı okugan ben. Resimdimi şu sınıf bucu abdan sızıttım. May bu yaxşı. Resmi sızam aslında mı? Hazırım bağ mı? Hazırım bağ kılsam çıkıp caydı butu. İşte. Ağalaydıgını hiç kim bilmeydi ağalaydık. Şu sidam sızma, şu may bu yak resimden yaxşı sızıttım. Müzikini çaldık. Üstünü pütküzdük. Pütküzüp. İkinci yıl koğandır az. Şu mektepte okup durup şu okutukçulardan değişip bizim aile şaraiti anki yaxşı olmagandıkken sırtta restoranda işledim ben. Keşikte restoranda işlep, gündüz mektepte okup, üzerine hacı üzerine tepep. Mektepte de başladım. Dadam geldi, dadam şu restoranda işledi böyle işlep. Keşikte de şu müzik çalıp, eğdim, maaş toksup verdi. Şu mezgilde siz Kotengi bağdım. bağdınız, verip, kettiniz.
Yeni bir geldiniz, birinci kıtım görüşemedim. Okuş bitigen vaktin kim geldiniz? Kelgen vakti da. Aşı restorana vardınız. Nima ismi? Sağlamlık. Sağlamlık. Aşağıya bağa vaxtыңızda şu restoranındaki direktörler hemmisi ma tembirini yaxşı çaldı dep qeşinizga apadı. Doğru. Jozda oturup çeppedim. Siz kucaklap suyap koydunuz. Şu Onu dikin dadam bilen bir çağın dadam şunu hoşlap ketdi. Siz numaranızı yazıp senin yürürken yazıp koydum. Hem de numaranızı yazıp bergen. Doğru. Sağlamlık degan restoran ismini başka bir konuşkan vaktimiz şu. O vaqtida başına balla tanıştırdı. Bu dehşet çaladigan bir balımız var. Yeş kichik. Dedi, ama onda kichik deb o'ylamabman da, qancha olsun. Ras kichik ya bu. Kirdi. Bu bala bilan tanışıp o'tirib, muzikasini anglab, andan keyin shu men ras hayajonlandim. O'zining yeshiga nisbatan qo'l deganni rasmiylar Muşu tembirçiler üz bilirdi. Kol nayt tez buluş gerek. Bu tez buluş gerek. Teknika yetken buluş gerek. Her qaysi tarafda şunda bir adam qaylıgıdakdı. Andan çelevatqa ahanglar, klassik ahanglar. Çoğun ahanglar. Azmay, hiç qanday temtirmay. Çepte dadan çeppägen duttan. Ha, dadam çeppägen. Dadval iş kızı qarab şunda emasligim keldi. Hani şu günden başlap endi bizning rasmiy tanıştığımız başlandı. Taşlaşmadık etabir. Telefon qilishdik, men bag'anda ko'rishdim. To'lisa men bordim uçağım, uyan qo'ydigan ishlarga. 2007-yili Taklamakan lo'nqisini talish yoshlar naqsh musobaqasi o'tkazilganda, andin birinchi qatim sinovda biz Urumchida qaytib ko'rishdik. Lekin sening bu musobaqa kelishingda mening xabarim yo'q ekan. Hem de onun neticesi nayt yaxşı oldu. Asqar Muxtar uçakda şu musabakada birinci oldu. Lekin şu musabakanın yani senin hayatında, sanat hayatında bir buruluş noktası olan şu musabakanın aldı kendiki hikayeler bilen ortaklaşsak bular. Şu televizorda ilanı koygandan keyin bir tanışıp bakay degan maqsadda. Maşın ne elip men bunda bir iş qilmadim deb qo'yib, inim beyt qishindi. Aynda gap hemisi. Mağdım. Ben mağdım tuğaş çoğuna. Desem yığılap. İnan yığılap. Uzutup koydu. Abduz'a çıktım. Çıkıp yancıqımda iki tal deyvası idi. Nakşam. Ankoça otanda o nakşılını torgu çıkıp bolgan. Şu çağda tor başlanıp bolgan vaqtda. Şu nakşılın çekilişiga bakıp kimning jiq çekilse şu 300'den içi kirdi o. Onu dekin, onu da 50'ni tallayımız, 50'den 20'ni tallap musabaqaga qatnaştırmamız gerekiyor. Demek torda aldıdan tallaydı ekan. Şundan 1800 koy maaşımı elep bir aylap. Çıktım. Çıkıp Hazan yataktan birini elep. Torxanda birini tapdım hem de. Şey kirip oturup, torgu qalap oturup hem de günde. Uruq tuqqanlığı telefon qutma, Allah'ılığı deyitme. Bilet taşlan. Bilet taşlanla bana. Qalısam 120'den aşmadı benim. Onun akşam çıkıp qadım. Başqalınınkini 6.000, 7.000'a çıkıp bardım. 2 gün oturdum. Yine şüphette 3 gün oturup 150'ki bade. Uçağda bir qatim bilet taşısı 2 koyusu varken telefonda. Şunu olan. Şunu sal tasbihgen buluşum. Çatak çıktı dep otursam künde alıp ketdi onunki. Kim bildi onu? Şunu olan yancık kuruldaldı. Bunu heclap koyduk. Künde Torxanda bağı yıkıp onu köydün yattım. Ahırda bulanmıqılı qopaptım. Toxtan. Dep ayşo. Şapanın yancıqının en tigin vaxtıdadım hem de. Siz yazıp bergen telefonum. Elep dükkandan aldı da telefonu demedi hem de. Ya başta çıkıştım bunu demedi. Dep alsam. Vay dediniz. Akı ben otendeki temburcu bala desem. Oy ukam yaxşı tudan mı?
Ürümchiga chiqdimmi, shu Ürümchining numeri ekan o ma o deb. Sərkərdə əlköyər yürüşlük işbasları hayatımның hər fəslində mənə həmrah. O özüdəki saflıq və səmimilik bilən izchil turmuşumda mühim rol elib, mən bilən birgə hayatımның hər bir kartınızda özgüçe bir məna olub gəldi. Sərkərdə işbasları çiş və çişmilik toqulmalarını qoğdaydı. Eğiz boşluğudaki maddelerinin gayri pürüqünü yoxdudu. Sərkərdə əlköyər yürüşlük işbaslarını həmminglarga tavsiyə qilaman. Sərkərdə yürüşlük çiş pastaları, Sərkərdə. Çiş sağlamlığına əhamiyət veriş u bir məsuliyyət. Çişning sağlamlığı tən sağlamlığının kapaleti. Uzun yıllardan beri çiş asraşdan ibaret bu muhim vazifeni Sərkərdə çiş doktoru çiş pastası tapşırdı. Şundaqla onundan közlegen nişanımga yetdim. Yüzünüzge en yarışıdığını ıllık külkünüz. Külkünüzge yarışıdığını durdane sağlam çişiniz. Çiş sağlamlığı meselesini ben Sərkərdə çiş doktoruga tapşırdım. Sərkərdə çiş doktoru yürüşlük çiş pastaları. Ben işe çıktım dep digidimni belirtme ağzımdan şu gap çıktı. Gözümden müldürlep çık gitti. Gipini ağırını diyemedim. Oy sen nerede sen de. Ben palan yerde dep verdim. Aşağı geldi. Kürep bağırdım. Kuşaklaşıp gittik. Maşının çıkardım bir şey oldu. Bundan da gap. Ahvalını dep verdim. Abdullah Akam işhansa açıkıp kayıtı anlaydı bu nakşını dep. Menikini anladık. Anlap torgu çıkıp tordaki bütün nakşını anladık. Abdullah Akam kulu telefonunu aldı. Ma işin da sel iş bağımını ma dep derik mesul edemligi. Biz bir qalap bakılı dedi. Ankin uxsaq. O vaqtda şu 15 koygu bir kanı ası. Pulusu jeyik çıqqan. To'g'ri, logika degan qalıvatı yok mu? Qanday adam? Ahunda kadın 15'ni ele bilip vallahi özgü bilet taşlagan işlerini uqtuq hamda. Men onu uqmagandan o'tiribdim şu doktorning ayatday qalab. Da qilg'inmi yo'q aslida. Abdullah akam bo'ldi qatnashmagan bu musobaqaga. Menga ukam deb tamoq yedik bizlar. Undan keyin shu yuyandan oldin bir yataqni olib berdi. Yaqinroq yerda yataq urlashtirdik. Yataqni olib berdi. Ming ko'y pulni berdi. Mana bu tamoq ye. Ma yataqni yat. Men telefon qilganda pastga cho'sh dedi. Ma'qul. Deb ulushib oldim. Bu chaqda qara endi sen degan bizning bir inimizda biz yaxshi ko'radigan ham yeshami kichik. Jalma men ansirayman endi bu yosh bolalikqa biletning ishlarini ko'rman deb to'rxonlarda yursa yaxshimatisi. Bu yerga masadan mi kirdi o? Ba'zisi kecha aşağıda. Qaşımda her oyuncuqni o'ynab tang adamlar var. lak o'tirib uyda qalab. Bu degan yaxshi adam. Bu yerda paloq balangza deb yana to'r o'ynab o'tamsiz deb biz kirishib qolmasin deb shuni chiqmagan u yerga. Bo'ldi bu musobaqa sen to'xtag'ina. Mening bir ishonchim bor. Mayli taklamakan lo'nqisini talashish bo'lsin yoki bundan keyingi boshqa bir ishlar bo'lsin. Bu çoxum özününki talantını namoyon qila oladi. Unchalik ishonch menda paydo bo'lib bo'lgan. Uning ustiga o'zimda qara. Bir plan botdi. Sen chiqibsan shunday chiroyli. Men ishxonamga chiqdim. Sen bilan muzik to'g'riliq jiq so'zlashsam menga foydasi bor-da. Bu o'zi bilmagan darajada bir portlaydigan ichida bir narsa bor muzik to'g'riliq. Balkim yosh kichik bo'lganligi o'zini his qila olmaydi. Shu muzik to'g'riliq so'zlashni yaxshi ko'raman. Undan boshqa tövende bizning 60 meydan uyan qo'ygan bir vazifamiz ko'z oldimizda bor. Menga shunday yaxshi bir muzikantda naqsh aytadi. Undan boshqa bizning yo'diga qo'shilsalarmi bu chaqda Saba ansambli degan ansamblning qurilgan vaqti. Tambirchasim bo'ladi, duttachasim bo'ladi, naqshesim bo'ladi. Yaxshi sening bu talantingni oldida biz haqq ko'stayli dedim men. Bevosita ko'stayli. Ana keyin unda musobaqalar davomli bo'lib turayotgan vaqtim. Bo'ldi dedim. Shunda biz ikkimiz uzun so'zlashdik. Lekin u musobaqaga qatnashdi yana oxir. Musobaqaga biz billa turmushga berib kelgandan keyin ayyorliqda ma deb anamizning uyiga bordik, Abdullah akamning onasining uyiga bordik. Uydagilardan o'ltirdik, bir oqshom mundashdik. Kichik muzik chelishdik. O akalarimiz alamat chatgan. Men o'tib tong atqush chaqib chaptimiz Abdullah akam uxlab qolibdi.
Şuncha no'chu o'ltirib, shu anamiz uyda tamoq yeyishgan. Ondan keyin yenib keldik. Kelsak, men telefon tutmagan kun vaqtida topolmayman. Siz talanıpsizken aslida topamiz nakatdimiz deydi do'konga kelganda. Ranjidikku biz. Bu tanlanmagandan biz ranjib, shundan men turmushga boradigan bir ishim bor-edi. Faqat ayrılgım kelmedi bunu bu yerga yolg'iz tashlab qo'yib, jiram tanlamagan bo'lsa deb mashina sotlab turmushga ketdim. Meni akılarım bunun muzikasini Bir tal tamburni ba'da durikam chagan tambur ekan, so'ngakda yasagan tambur. O tambur bilan taqi bir ishxonadan bergan. Shu idoraning ichidan bir ishxona, bir yataq, kompyuter, uskun to'liqmi ama o'ltirgan. İşlab turmushga ketdik. Ayadan kelib saq shunda dedi. Qatnashmay desam taxa qatnashimiz deb qatnashdik. 50ning ichiga kelib, 50dan 20ga kelib hani 20'nin içinde şu değişteydik tıkan vaxtda. O bak kızık işten bir soldan. Ettigine bir kilobanlar mənlə düşdünkün cın musabaqını qıldıgandikin maqulda ettigini bazım ay to'layt qayırı kelgan chaqda. Öyle naqshi to'layt qayırı bek uzuncha açıq qasır degan naqshinin. Uzun nefes şıklıgan o'rni var. Kaydan unda yerdə to'lamay desem hammasi qalab turgandan keyin sat turdi to'lsam parlab ketdi ovoz etdiganda. O chataq chiqdi deb. Chuchuk tamoqni yeb endi qatnashay deb kelsam, navbat kelgili bir ikki odam qoldi men 6 numar, deymi? Ushtum tut. Bir yaqinimning numarini deb bergan, bu yo'q telefon qo'ygan uydagiligi. Uydagimi bir ish bo'lsa deb. Uydan telefon kapta daştı. Asam inim aldı. Nerede sıra ben değiştiydi hazır. Musabaqada? Musabaqa qilmagan qopdim desem. Derhal gelip keldi dedi. Nima ish oldu desem, dadamni qatnashib qo'yibdi dedi. Tandır mashinasi qo'yibdi ekan. Ha, mashina degan motorlar qilib batmadi. Motorlar men ekan tandır so'qotib shunda bo'lgan. Vaqani gapini qildi. Shuning bilan o musabaqa kallandı yok. Futboldan diyen kalan keyleşip sak mı desem yatı tutayına şük yatı tu işte o külgüm de güzemde de yaş çıkarttı bir teptin derim jirimi degende içe Bir dirin bir jig'ib ketdi gibi. işte ratusum musabaqani chiqarda qildim qatnashmayman men deb mansam malimni chiqib qanda o'tib qatnashmasangiz deb Bu hal qilg'uch musabaqada qatnashmayman men deb darvozaning tuyiga chiqdim. Çıksam telefon kıldı. Hazır hoşluk geldi, gözünü açtı. Hepmen tut oturğanğa qarab. Eğremezdi desem, qulog'idan qan chiqibdi adamlarcha. Qulog'idan qan chiqmagan bo'lsa, xatarlab ketdi. Shundan. İşimni qilaman, qatnashirman musobaqaga dedi. Ha, ma'qul deb kidim. Qatnashdim. Shu musobaqada bir kunlikda chiqibdi, bir tinib o'tib, başladım naqshini. Bir xil shu qandaqlar kayfiyatdan to'g'ri emas men ko'rdim. Shunda onam bulab qoldi ya ta'lim kelib qoldimi qandaq bo'ldi shu bulab qoldi. Haqiqatan shu musobaqadagi eng oxirgi hal qiluvchi musobaqadagi saviyam yaxshi, ovozim bak yaxshi chiqqan. Lekin kayfiyatimga yaqin qayta taqilichi o narsa. Bu Asqarning shu musobaqadagi naqshisi qaysi bir salindi, qayta taqildi. Shuni ko'rdim. Kayfiyat haqiqatan tuvanda. Endi bular hamda chiqdi-ku seni. Endi tugidi bu ishda qilindi. Ulug' kichikni shu bu. Xap deganda chiqdi u. Lekin oxiri natija yaxshi bo'ldi. Bolalar unda qarsam ma'lumotlarim aptikan ko'rinishgacha. Sen ashaliq yuqori yerini to'lg'a yashu. Ha, shu e'tibotga vaqtida bir-biri bilan qarashib ma'lumotlarimiz ko'zda qarsam mashinaga beraylik nomerini. Amal bo'lmadi bunga degandek bir inkas bor. Yaxshi bo'lgan. Undan keyin guvohnomani bergan deyillam. Abdulla akamni Qashqadaryodan yurib basam. Abdulla akam, "Voy yaxshilabdi-ku, muborak bo'lsin" dedi. Telefon keldi. Dadamning ahvoli yaxshi emas dedi. Sen ko'rshatlikda shu tamburmi men dedi o chaqda. Undan keyin u yerning gapini dishib bo'lgan. To'g'ri. Qanday qilma işte shu ishni
kelgan chog'da bir pushayman bor. Bormay desam, balning cho'ng men. Shu o'ylab cho'rib turgan dadam bilan men bo'lgandan keyin ba'zan bir işte amal bo'lib qola. Onun ustiga musobaqada 5000 ko'y pul bergan menga. Mukofot qancha? Naqd pul bor yanchiqda. Mush pulni aprab, dadamni davolatib saqaytay deganlar kallamga keldi. Sizga deysam u gapni siz nimada shuncha hurmatimni qilib misharimni shuncha beshini silab yuga odamga bunda desam nimada ishni deyish bo'lgan tursak deb qoldim. Izdireksiz yo'qolib ketdi işte ular. Siz bergan tamburnimi bir oynamga bir qo'ydim. Mani saqlab turgan chiqma deb. Shu ketgancha kiysam ahvoli xil yaxshi bo'libdi ekan. An o'yin numarasiga yozib bergandan keyin siz telefon qildingiz. Men ololmadim telefonni. Bu şahane yeş kichikda. Endi amaliyotda u telefonni elib yoki minishdan burun aka manda ish bo'lib qoldi biz aksi uni usti dadina ishida vodisi men uqmayman. Nima ish bo'lganini uqmayman. Balkim 3 kundan keyin biz uyga mang'atdik. Shu men ayliq planim bu kelib men musobaqada birinchi bo'ldim aka degan keyin teximma uyiga chiqdim mening planimchi. Unda bo'lsa bundan musobaqada birinchi bo'ldi Asqar mana deb buni hozir bir amaliyotda bir naqshga nisbatan yaxshi fursatchi. Men shuni o'ylab Asqarga bir mo'min plan tuzib qo'ygan. Bu hamda shu hozirgidek aqli bo'lsa albatta aka dadam unda hodisa uchrabdi deb menga deyitish mumkin yo telefon deyish mumkin. Bu hijlob qilib mushunchalar men aqid qilayotgandan gapni qanday deyman bu gapni debla uni debdi ketib qoldi. Hamda haqiqatan ansirish kerak bo'ldi dadamning. Onun ustiga bek bir kimga turiblar yuzim bek tuvan gap qilolmay qolganlarimcha kam so'z hozir bu tez gap qilyapman. Menga o'xshaydi ekansiz. Kam kelishib oldinglar. Yoz kam so'z bu. Shunda bo'lib oxirida arilib ketganda his qildim hamda shuni yurakda bir yer bir chikit bor. To'xta, bu ishni tushuntirmasam bo'lmaydi deb tursam bir yer kat uyan qo'ytqa shulab ekan. Arliq xeli o'tdi degina. Ha, xeli o'tdi. Unimay badım. Ko'rishib qolib, ha, ukam keldingmi deb qoplam ketdina. Ketibdi. Shup qoldim endi, gap qilolmadim. Yeni badım kendim bir. Axir yeni gap anlag'olmabdi. Yatqi qilam, shu katga yatqini so'rab yatqiga chiqib. Munda ish bo'lgan. Men og'zimni chiqarmadim, demedim, xijillab munda ish bo'lgan deb tushuntirib qilgandan keyin dedi. Men xiyolimda shu bu intizomsizlik qildi deb o'ylayman-da. Ha, shu o'yinda o'ylab. Bu qancha bo'lsa gap qilmay yo'qolib ketaman. Uning ustiga men keyin ben izladim. Izlab topolmagandan keyin bu xijilib olmaydi ekan telefonni. Bu bir odamning har bir odamning xarakteri o'xshamaydi. Balkim tushuntirish xijil bo'ldi. Ya shu vaqtida anda bir to'g'ri kelib qolgan ishni qayta yana bir qatam ta'kidlagingiz kelmadi. Shu. Bir fursat bo'lib qoladi deb turib, orliqda bir necha yillar o'tib ketdi. Oxiri shu xotanga men uyan qo'ygan vaqtida bu ahvol deganda biz ham hayron qoldim. Fursat mana bir kelgan ham o'chaqdi, lekin u ota og'irqi vaqtida ham bu yerda men fursat keldi deb cho'glab yursa, balkim menmi u xolimasligim mumkin undan. Agar shu vaqtida Asqar bu ishga ishimizda to'g'ri kelib qolmagan bo'lsa, qara. Sen Urumchida ishingni boshlab ketgan bo'lsang, sen shu chaqda Urumchida qoldigan bola. Yana sizdan qo'sh bo'ldim. Yaxshi bola, bir yaxshi o'g'il, oilaning mas'uliyati bor, o'ziningki otining oldidagi mas'uliyatini, oilasining oldidagi mas'uliyatini, cho'ng uyining ishini o'ylay olgan shu vaqtidami? Buning uchun ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan bir fikrimiz, biz farzand bo'lgandan keyin cho'qim shu otlarimizning, shu onalarimizning biz qo'limizdan keladigan ishlarimiz orqali kichkina bo'lsa yukini yengillatganimiz bizning yaxshi bola bo'layotganligimizning ifodasi. Shu ayni vaqtda sening yashashingga nisbatan bu bir sening bir vafodor o'g'il bo'lib yetishayotganing ifodasida. Shu ko'rishib bo'lgandan keyin kunda, ha? Undan keyin yo'limiz yechilib ketdi. Dastlabda vatanim Sanjaldan azal chiqdi.
Bu ijodiy Ham başlanıp ketdi. shu ijodiy ham men shu xotinga bir ishligini bo'lgan vaqtimda aka bir sizga tushadigan bir narsani qilg'in bor deb shunday bir ideya kelib qoldi. Men hayron qolgandim. Kallasiga bir hissiyot kelsa yoki bir tekst qo'lga tushsa, agar shuning ishtiyoq qo'zg'alsa bir minut turmaydigancha bu. Bu ijodiyatchi bunday odam ekan. Shu hamon nada bo'lsa, mushada bo'lsa, mushada qo'liga muzika shu yerdan boshlab keladi ekan. Vaqtni faqat o'tkazmayotgan, balki meniki bizning Olimjon Turan qatorliq inlarimiz davomli deb kelayotgan ilhom degan shu o'xshaydi. Dedim, endi shoirlar va ijodiyatchilarning bu xarakteri o'xshaydi. Bugun va'da qiladi, bugun kirib yo'qolib ketadi o'chaqda biz izlamaymiz. 24 soat yoki 36 soat degan vaqtida aka deb chiqdi. Shu vatanim jondan aziz degan naqshni hamda tekstni berib o'tgan. Bugun mundaq deb ondan ahog'ini elib chiqib qo'ygan bergan. Bek arzidi menga. Mashinaning sen degan qor mashinaning lavhasini to'la anglab, ammo qaytib kelgandan keyin nayda bir fursatlarni izladim hamda shunda bir yaxshi bir o'ringa qo'ysam shu narsani. Shundan keyin kechiliklarda aytdim o'zimizning naqshchiligimiz. Shundan keyin ondan oqaqidan aman bo'lsin. Shu 50 yashim ma yaqinda taqilgan kelmigach. Shu naqshida aka 50 yashim aman bo'lsin. Shu sizga ishlagan naqshlarning hammasi bir kechada bitgan naqsha. Jarayoni hammasini. Hammasi bir kechada emas, birisi bir kechada. Birisi shu boshlabla aytib bitgan. Aytsam qo'lga tekizib qo'ygan. Bütün çelip müziklerini. Çünkü bunda qilishimdagi sabab men o'zimning naqshlarimni ishlayman. Boshqalarning naqshlarini ishlayman. Abdulla akam bir narsa avassa qattiq bir mas'uliyat tuyg'usi bormiki, o'zimda shuncha shu mas'uliyat tuyg'usi ishlaymikan. O'zimga his qildim hamda boshqacha bir hurmatda. Rahmat. Haqiqatan shunday. Men uni ishlagan ahangimda o'zimga keyin anglab baqsam shunda angladi. Qanday gapdi bu deb qo'yman. Bu akam qopab matroza deydi shunda. Acayip yaxshi chiqdi degan bir kechidan chiqqan. O'qigan shu kelmagach 50 yaşım degan naqshlar bir kechada chiqqan narsa. Nostiki bir mukammal bitib ketgan shu bir kechada. Bana aytsa yaman bir bir muvaffaqiyat tuyg'usida telefon qildim. Men bunday shunday bir hayajon ishimiz u vaqtida shunday bir hayajonda ko'rishimiz. Chaqchaqlashib qo'yamiz endi xotin shiyusida. Medroza desam, bitta kamida bu menda yo'g'on o'chaqda yo'q. Yengib oldi-da. İşin joyida qilgandigini. Shunday qilib bir necha yaxshi asarlarni ish qilib xalqqa sundiq. Ishimiz keyin burun akufkadachilikdan hozir ham rasmiy tuqqan rasmiylik hamkorlashuvchilar bo'lib ketdik. Haqiqatan bir ijodiyatchidan undan ortiq narsa kutish mumkin. Behojat menimcha bir umrda bir ijodiyatchi 4-5 xalq yaraydigan ani o'tirg'i chiqara olsa, bu cho'ng ish. Ammo biz bu yosh bo'lg'achqa sizdan yana nurg'un narsa kutamiz. Yana nurg'un narsa kutamiz. Biz ba'da hay. Texmi yaxshi asarlarning vujudga chiqishiga biz tilakdoshmiz. Biz tamburni men shu Hüseyin Camiye Nurmet Tursun ustazınınki çeliş usul bo'yicha chelib o'rgangan. Ammo Abdulla akam hey ma tepedagi perdelarni qanday qilib Trumpdan bunday ishlayman qilsam deb shunda degan. Uni degan anglaydiganga bir material bergandi. Bu material şu O'zbekning tamburining yilsisi ekan. Tambur şu. U chelish nimasini o'xshamaydi ekan. Abdulla akam shu vaqtda his qilib bo'pti ekan. His qilib bo'lgan. Demak, sirtninki bir narsalarni jiqroq anglashimiz bayquvchi abdan adam bu. Shuning bilan tamburni ochib tepedagi perdesini ishlatmaymiz. Xos tegidillam chap perda qo'ysaqmi, tegillam upurab uning shunda yo'l ko'rsatgandan keyin to'xta buni bir qilib baqil deb shu ba'zi naqshlarga shu aplakam ham aytgan naqshlar hammaga tamburniki as tar chamaqliq. Yilsiz tipidan shu tipidan boshlanib endi bum ovozda.
Temburning shu tuyan ma yuqori tarafdagi bizning qo'limiz yetmaydigan yerlar bor. Ya. Ashun tarafdagi ovozni iliq adam bergan ta'sir bak cho'nqurlikka hissiyat to'liq ifodalagan o'rgata hamcha. Endi bizda mana bir nazariya bor emasmi? To'g'ri. Ovozni yuqori ovoz asan quloqqa tegibchi. Quloqqa tegish ta'sir qilish nuqtasi quloqda bo'ladi. Oldida bizning oldigan ta'sir shu. Ikkinchisi tuyan ovoz qism har qanday bir tuyan sada, tuyan ovoz qiladi. Oldida yurakka tegadi ekan, mening his qilishimcha. Shunga men shu temburni biz ham chalolmayman lekin bes baqsamlar Ders chiqadi. mayadagi ovoz shunda rohatchu. Mana mayadagi ovoz oldida ching yuqori ovoz bo'lgandan bunda. Shu o'ylab baqsam sen texnikani yetdi ekan. Yani Nurikam, Hüseyinlikam, ustozlar orqali yetilgan texnika nihoyatda endi yetadi bizga. Ammo moshina qanday qilganda texmi yumshoqroq odamni yuragiga tegadigan qilgan bo'ldi desa, dedim tamburni uzun yasaydi ekanmiz asqa. Nima ish qilib qo'limizni mayon opamay matrabni chalamiz, ayani qachon chalamiz dedim. Bu yan ütek ketibdi, tari yo'q tarafga. Chalamiz emas. Yo'q yaligim chalgan ishlar bor. Shunda degandikin shu vaqtda mashq qilgan juma mana shu vatanim sen jandan azizga shu 5 yildan boshlagan temburni shu yimsini boshlagan. Lekin jiqnaqchilik chiqatdi yimsida. Chiroyli chiqqan. Tuvandin chapaqqa yeri yo'q temburni. Abdulla akamning mushu ish kelgan chog'da men hali izlanganlikka bizdagi chiqishni o'rgatganligi chiqtirib turibdi. Uning ustiga mening ovozim shu Avının qayerda chiqqan bir ovoz yuqori aytmayman naqshini burun. Endi aytgan. Yaqinni yaqin shu Abdulla akamniki mana yo'l ko'rsatishi orqali 2-3 naqshini tuvan aytdim. Ya'ni bitgan naqshlar taqiladi yaqinda. Shu va'da yolg'on bo'lmasin degan naqshini tuvan aytib baqay deb aytdim men. Kuni ko'tarsa kompyuter bilan ko'tarib turibdi. Ammo tuvan naqshini aytmoq oson emas ekan. Sen finiyelerim bor. Menda to'lab kunab qolgan odamlarga Bular yuqori ovozli odamga tuvan ovozda aytish qiyin Abdulla akam to'xta bir aytib baq deb. Abdulla akam sening shu tuvan ovozing bek chiroyli ekan. Haqiqatan shunday. Men hamma naqshni anglayman. Hamma naqshning shu masalan yuqori ovozli eng avvalsi yuqori naqshlarning boshlanish nuqtasida hech bo'lmagan o'tir ovozlar qismi to'g'ri kelib qoldi-ku. Aşağıdaki ovoz yaman bana tegib ketdi. Birinchi kubletning boshlanish nuqtalari har qanday naqshning. Agar sal tuvarak tushirib qolsa, rasmiy odamni jig' qiladigan bir hissiyot paydo qildi menda. Shuni o'ylab davomli dedim. Mana shu ovoz doirang bak chiroyli. Mening shu 20-30 yillik naqsh aytib topgan tajribamga asoslanganda mush ovoz rayini bo'pmaliqi cho'nqur mazmunliq naqshlarni hissiyotini ifodalashda bak muhim. Mishani asos qilsam bo'g'dak dedim. Bu ovoz yuqori haqiqatan nagida shunda chiqdi. Odamning havasgagidek shu musobaqalarda ishlat bu ovozni dedim. Boshqalarning boshqacha bir ortiqchilikqa ega bo'lish uchun yoki natijaga ega bo'lish uchun bu yuqori ovozni amal ba hamma naqshni ishlatmay naqshning mazmuniga asosan tanlab olgan. Tuma yaqindan beri chiqqan naqshlar shunda bir rohatchi, rohat. Uning ustiga liqi Abdulla akamniki shu tutgan yo'lni kirib olsa odamcha shu naqsh aytdi. Ajoyib rohatga odam naqsh aytish. Bir xil rohat bilingan. Men ta'sirroq kirdim, ammo yana yomon emas deb qardim. Nechqatim aytib berdim, tuvan ovozli naqsh aytib berdim. Tamburchab aytib bersam ko'zi yumilib ketdi. Uni ko'zi yumilsam shunda Naqshinimi Abdulla aytgan chiqan bor deb. Bek aytibdi. Bek aytibdi. Abdulla akamniki bir gapi bor-ku, naqshchi seni chiqish naqshni haqiqiy chin aytgan vaqtida o'ziga azroq ehtiyot uchun tuvan ovoz o'rnab qo'yish kerak ekan. Men burungi vaqtlarimda masalan bo'lmasa o'tgan. burungi vaqtlarimda men boshda mening ovozim o'tirish yuqori ovozga tava bo'lgan ekan. Qancha qiynalib ketsam, men cho'qim ayta olmayman ma'ni deb yuqoriga eslab oldim. Keyin Abdulla akamning ma gaplari bizga bir uyunish bo'ldi ekan. Shu yo'lda ancha-muncha o'zimni tepib o'tibman.
imkoniyatimizdan berichi eng chekiga olib etmay juda hamda ehtiyot qilib qo'ysak biz texim erkenroq o'ynay olamizda. Masalan bizning Uyg'ur naqshlarida puroqlar bek murakkab. Hissiyotni ifodalash uchun ishlatgan agit ovozlar, puroqlari bakrak kuchli bo'lgandan keyin eng shu qo'shiqqa taqab qo'ysak erkin bo'lolmaymiz. Ovozni to'g'ri chiqarish yoki voyaga yetkazish bilan diqqatimiz bo'linib ketib qoldi. Avji puroqlarini toza to'liq mukammal ifodalab bo'lolmaymiz. Hissiyotni bo'lib. Bugun sening bilan suhbatimizda men nihoyat bak o'zir oldim. Jumladan men ko'pchilikni sen to'g'risida bilmaydigan nurg'un kutayotgan muhabbatlik parolni oldi deb o'ylayman. Sening yana nurg'un biz bilmaydigan, ko'pchilik bilmaydigan hikoyalaringdan sening texmo bir qadam ilgariga oldi tanishdik. Sen bir ijodiyatchi, bir naqshchi, biz naqshlarni davom anglab turamiz. İcatlarından bir yerde bizga bir ağın işlep bersak bu taz bo'lmaydigan ish. Bir yaxshi muzikantimiz. Bugungi kunda ko'pchilik bilan bir chiroyli bir muzikani o'rindab bizni bir o'zlantirishga shunday imkoniyat bo'lamdi, bo'lmamdi. Müzik çepresi. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va choch yuyish suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Vaqtida ikkimiz telefonlashsakmi shu telefonda bir muzikant bolalar tushunibmi nechalarni? Mush duttadi bir chelayotgandan tanaverni. Bir kubletda chaldim, ammo oyog'ini anglaysam chiqmay qoldi uni. Ashini chap beramsan? Chala olamanmi uni?
Rahmat kam, rahmat. Demek endi biz mana qisqa bo'lsa suhbatlarimiz orqali sening turmushga, hayotga bo'lgan ko'z qarashlaringni bildik. Biz bilmaydigan o'tmishlaringni bildik. Bugungi sening bilan bo'lgan suhbatimizda shunchalik bir xo'shallik topdim. Ya'ni bizga davomli shunday o'zaro ko'rishib turadigan, so'zlashib turadigan, sirdashib turadigan fursat izlaymiz. Ukam bugun hamda sening bilan suhbatlashish orqali mamnun bo'ldik. Xushallik topdik. Bir oxirida bugungi kunda mushu suhbatning o'zida sening yana chiroyli nodir naqshlaringdan birini anglashga bo'lamdi. Bo'ladi aka, chataq yo'q bunda. Qanamsa sendan naqsh kutamiz. Sımıger aramga Melhem küngül yaramga Melhem küngül yaramga Sadık öyge anamga Mikrim çeksiz dadamga Sadık öyge anamga Mikrim çeksiz dadamga Kavul berdem çağları Kılgan gülzar bağları Kılgan gülzar Üsün koşkan dadamga Yüzde kuruk dağları Üsün koşkan dadamga Bizni koştu Katarga Çıdapның bir çapaga Baydur mikri vapaga Rahmet işşan dadamga Hamandın minlap razi zamandın Korkmay keldi cepadın Yassun akşam dadamga
bizni qo'shdi qatarga Pütey dastan dadamga Pütey dastan dadamga